Avstraliya Strategik Siyosat institutining doklad e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur ishlamchilarini dunyodagi dongli markalarni ishlab chiqarish zavodlarida majburiy ishlatayotganligini oshkorlashi xalqaroda qattiq inkas qo'zg'adi. Mazkur organning doklati 2 mart kuni dunyodagi nopuzli taratqularda keng xabar qilinib, bu shirkatlarning qonunga xiloflik qilganligi ta'kidlandi. Dokladda qayd qilinishicha, Xitoy hukumati lagerlardagi tumanlagan Uyg'ur tutqunlarini yutkab, Alma, BMW, Sony, Gap, Nike, Huawei, Samsung, Volkswagen qatorliq dunyo va dongli markalarga mahsulot ishlaydigan zavodlarda majburiy ishlatgan. Avstraliya Strategik Siyosat institutining 1 mart kuni e'lon qilgan mazkur dokladida Xitoyning 2017dan 2019 yilgacha lagerdagi 80 mingdan ortiq Uyg'urni yo'tkab, Xitoydagi zavodlarga o'rinlashtirganligi, ularning bu zavodlarda texnologiya, kiyim-kechak, avtomobil sohasidagi oz deganda 83 dunyo va dongli markaning mahsulotini ishlayotganligi ta'kidlangan. Doklad yana Uyg'ur majburiy emgak kuchlarining bu zavodlarda ishlatilishi bu shirkatlarning qonunga xiloflik qilinishini keltirib chiqarganligi ilgari surilgan edi. Dokladda bu Uyg'urlarning qattiq cheklama ostida ishlaydiganligi va elib setildiganligi ta'kidlangan. Sharq Turkiston o'limalar birligining uyushtirishi bilan necha yuzlagan Uyg'ur Istanbul kichik chekma rayonidagi Fatih jamoasida yig'ilib, Idlibda shahid bo'lgan turk askarlari yangidan boshlangan bahor qalqini harakatida Turkiya armiyasining g'alaba qilishi hamda Xitoy zulmi va virus tahdidi ostida qolgan Sharq Turkistonliklarning hurligi uchun duo tilovat qildi. Yana bir tarafdan 2 yil burun Sharq Turkiston majlisi Seytim Turk boshchiligidagi bir turkum Uyg'urlar Turkiyaning Hatay viloyatiga berib turk askarlarini yo'qlaganligini, Seytim Turk biz Sharq Turkistonliklar tunugun Zaytun Shayx harakatining yanada turg'unimizga o'xshash, bugunmi bahor qalqini harakatining yanada turimiz. Zolimga qarshi armiyamizga va qahramon askarlarimizga xizmat qilib, qarindoshlik haqqini ado qilishga tayyormiz dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xinhua agentligini o'z ichiga olgan 5 Xitoy axborot organining Amerikadagi muxbir soniga cheklama qo'yganligini bildirdi. O'tgan hafta Amerika hukumati tomonidan chet el elchixonalari qonuni doirasiga kirgizilgan Xitoyning Xinhua, Xitoy gazeti, Xalq gazeti, Xitoy xalqaro televiziya tori va Xitoy xalqaro radiosiga yangi cheklamalar qo'yildi. Pompeo bu vaqtdagi bayonotida Amerika hukumati bugun Xitoy davlatiga tava axborot organlarining Amerikadagi muxbir soniga muddatsiz cheklama qo'ydi dedi. Xitoy hukumati yaqinda Xitoy sharqning kasal ko'pisi mavzusida maqol yozganligi sababli Wall ko'chasi jurnalining 3 muxbirini Xitoydan qo'llab chiqargan bo'lib, Pompeo buningga norozilik bildirgan edi. Amerikaning Washington shtatlik Səhiyyə ministerligi yangi tipli koronavirus sababli 4 kishining hayotidan ayrilganligini va buning bilan o'lganlar sonining 6 ga chiqqanligini e'lon qildi. Amerika miqyosida yuqumlanganlar soni 87 ga yetdi. Italiyada yana 18 kishining koronavirus sababli hayotidan ayrilganligi, buning bilan o'lganlar sonining 52 ga yetganligi bildirildi. Germaniyada bo'lsa, Wuhan o'pka yallig'i virusi bilan yuqumlanuvchilar soni 157 ga yetdi. Yana bir tarafdan Dunyo sog'liqlik tashkiloti 66 kishi yangi tipli koronavirus sababli hayotidan ayrilgan Eronga mutaxassislardan tashkil topgan bir yordam atirti avatdi. Dunyo sog'liqlik tashkilotining boshlig'i Tedros Adhanom yangi tipli koronavirusining Xitoy sirtidagi davlatlarda tez suratda tarqalib, dunyoni majhul bir rayonga aylantirib qo'yganligini aytdi. O Dünya Səhiyyə Təşkilatının Cenevada ötküzülgən axbarat e'lon qilish yig'inida dunyoning hozirgacha bundaq tez tarqalgan bir virusni ko'rib boqmaganligini ta'kidladi. Amerika Davlat Aviasiya va Olam qatnashi idorasi NASA tarafidan e'lon qilingan bayonotda koronavirusi o'tirg'i chiqib tez suratda tarqalishga boshlagandan buyon Xitoyda havo bulg'anishining zo'r darajada azayganligi o'tirg'i qo'yildi. Bayonotda bu yil yanvardan boshlab havo tarkibidagi azot 4 oksid miqdorining ozayishi bilan havo bulg'anishining darajasining tuvanlaganligi bildirildi.
Xitoyda virus sababli iqtisodiy faoliyatlarning ostilishining havo bulg'anishini yeniklatganligi ta'kidlandi. Shuning bilan birga Xitoy Davlat Sahiya komiteti koronavirus bilan o'lganlar sonining 2912 ga, yuqumlanganlar sonining 80 026 ga yetganligini e'lon qildi.